Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 7-iyun Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi-Uch mahallasida joylashgan dala yer maydonlarimizdamiz. Maydonlarimizga Dekal kompaniyasining 6777 va 5812 navlarini ekkanmiz. Hozir bu ko'rib turganingiz 5812 navi ekilganiga esa ro'parasi 11 kun bo'ldi. Makkamiz 2 marta suv ichgan. 2-3 kundan so'ng 3-suvini qo'yamiz. Xo'p, bugun 13-iyun. Makkamizni sug'organimizga 2 kun bo'ldi. Makkam bir qarich, lekin makkadan umidim katta. Dekal 5812 ekdim. Har bir tupdan hosil kutyapman. Chunki buni so'z bermaydi, natija beradi deb o'zimga o'zim motivatsiya berib ushbu videoni olyapman. Siz ham ekkanmiz shu makkadan? Fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Mana endi Dekal 6777 sortli makkamizga keldik. 7-iyun sanasi. Makkalarimiz ham ekilganiga ro'parasi 17 kun bo'ldi. Endi bu makkalarimizga bugun 13-iyun Ifoda kompaniyasining Dality Plus dori vositalarini qo'llaymiz. Ushbu dorimiz so'ruvchi va kemiruvchi qo'r tripslarni uyini kuydiradi. Birinchi bo'lib, hop 5812 navli makkamizga sepib olamiz. Shunaqa qilib asta-sekin bilan sepib olamiz. Videoda sal tezlashtirganman. Oltmish yetti sortli makkamizga ham sepishni boshladik. Iyun sanasi Dekal 6777 va 5812 makkalarimizni motokultivator yordamida markazga olyapmiz. Makkamiz agatkicha ekilgan. Buni bizga qulaylik taraflari boshida ekkanimizdan keyin turli kaftar, boshqa qushlar kelib donini yemasligi uchun bular keladida agatkichidan makkani topa olmaydi. Ham boshida suv qo'yishga oson. 2 marta suv bilan o'sha hamma makka chiqadi. Suv qo'yishga oson bo'lgani uchun ekkanmiz. Sentrga olib bo'lganimizdan keyin traktor bilan bir kultivatsiya qilib oldik makkalarimizni. Ko'rib turganingizdek. Kultivatsiyadan keyin 1 gektarga 500 kg sarf me'yorida amoniy nitrat ammiakli selitra rangsiz kristal o'g'itini berdik traktor yordamida. Birinchidan shu o'simliklar hali yosh paytidan zararkunandalar, qurtlar, so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalar chiqish xavfi yuqori bo'ladi. Shunga sizlar qanaqa dori vositalarini qo'llaysizlar? Men Syngenta, Ifoda va Pilarcum kompaniyalarida ishlab chiqarilayotgan dori vositalarini qo'llayman. Juda ham effektivni, zo'r ta'sir qiladi. Men shularni qo'llaymasizlar, qanaqa dori vositalarini qo'llaysizlar? Shuni fikringizni yozib qo'yinglar kommentariyga. Aziz do'stlar, sizlarning fikringlar qiziq. 5812 navini ekkan bo'lsanglar, hosil qanaqa bo'lgan? Fikringiz menga juda ham qiziq. Fikr qoldiringlar. Ekkanlar bo'lsa, biz bu Dekal kompaniyasining 5812 va 6777 sortli makkalarni o'zimizning dalamizga endi birinchi marta ekyapmiz. 3 yildan beri O'zbekistonda ekilinib kelinadi, asosan vodiyda ekiladi. Makkalarimizni biz 5-7 quloq bo'lganda kultivatsiyani boshladik. Sizlar necha quloqda kultivatsiya qilgansizlar va hozir shu 5-7 quloq bo'lganda kultivatsiya qilganim to'g'ri bo'ldimi? Fikrlaring juda ham qiziq, yozib qoldiringlar. Like va podpiskani unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.